Ayol o'zi bilan o'zi ovora, erkak o'zi bilan o'zi ovora. Bir joyda o'tirishadi, ikkisini qo'lida ham telefon. Suhbatlashishga mavzu yo'q. Bolalarga ham e'tiborsizlik bor. Ular ham o'z holida katta bo'lyapti. Ayol o'ziga savol beradi, nima uchun oila qurdim? Erkak o'ziga savol beradi, men shu hayotni tanlaganmidim? Ikkalasi ham farzandlar uchun yashaydi. Bunisi ajralmasligim va ota bo'lish kerak, bunisi ajralmasligim farzandlarimni ta'minlashim kerak. Lekin oilada bitta tom ostida yashagani bilan ularda uyg'unlik yo'q. Savol tug'iladi, bunday holatga qanday yetib kelinadi? O'z navbatida erkakni o'zini ishlari bilan bandligi ba'zida u o'zini dunyosiga chekinishiga olib keladi va ko'pincha ayol tomonidan bu narsa befarqlik deb qabul qilinadi. Aslida erkak o'z muammolari bilan qiynalib yurgan bo'lishi mumkin. Ayol tomonidan mana shu harakatni to'g'ri tushunmaslik, ayol ham men ham befarqlik munosabatiga befarq bo'laman degan ko'rinishda harakatlanib, asta-sekinlik bilan u ham erkakka bee'tibor bo'lishni boshlaydi. Va ikkalasini bir-biriga nisbatan e'tiborsizligi boshlanganda o'rtada uchinchi shaxs paydo bo'ladi. Va bu ko'pincha xiyonat deb ataladi. Aslida ikki insonni bir-biriga o'z vaqtida g'amxo'rlik qilishi, bir-birini tushunishga harakat qilishi va bir-biriga doimo e'tiborli bo'lishi uchinchi shaxsni olib kelmasligiga yordam berishi mumkin. Shuning uchun inson hamisha o'z hayotiga, o'z juftiga va o'z farzandlariga e'tiborli bo'lishi kerak.